Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, kanalimiz a'zolari. Sizlar bilan ona tili o'qitish metodikasi fani yuzasidan bugun o'tiladigan mavzumiz savod o'rgatishda analitik sintetik tovush metodi mavzusini sizlarga Denov tadbirkorlik pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi katta o'qituvchisi Xushvaqt Qobilbek tomonidan ochib beriladi. Demak, bugungi ma'ruza mashg'ulotimizda savod o'rgatish metodlari, metodning umumiy xususiyatlari, metodlarning dastlabki o'ziga xos xususiyatlari, metodning keyingi davrlarda shakllanish xususiyatlari, savod o'rgatishda ta'lim-tarbiyaviy tavsifa bolalarning savod o'rgatishga tayyorgarligini o'rganish rejalari asosida mavzumizni ochib olamiz va mana shu demak sizlar bilan bugungi o'tadigan mavzumizda to'liqligicha o'sha 4 oy davomida savod o'rgatish jarayoni va bu davrdagi o'rgatiladigan asosiy metodimiz analitik sintetik tovush metodi, ya'ni tahlil va tarkib deb nomlanadi. Mana shu metodimiz bilan tanishib olamiz. Demak, avvalo bu metodga to'xtaladigan bo'lsak, bu metodning asoschisi kim asos solgan, qanday kirib kelgan va qanday paydo bo'ldi. Demak, analitik sintetik tovush metodiga Ushenskiy tomonidan asos solinganini ko'rishimiz mumkin. Metodist olimimiz. Xo'p, bu metod hozirgi kunga qadar ancha takomillashgan holatda, biz bugungi kunda takomillashgan, sayqallangan, shakl berilgan va to'liq mukammal holatini ko'rayotganimiz mumkin. Bundan keyin ham yanada takomillashtirish imkoniyatiga egamiz. Shu bois analitik sintetik tovush metodi an'anaviy tamoyillarga va shakllanish, tashkil topish jarayonida bo'lgan tamoyillarga ega. Metodning an'anaviy tamoyili quyidagilar, ya'ni savod o'rgatishda analitik sintetik tovush metodi shaxsan shakllantirish maqsadiga ko'ra ta'limiy va o'stiruvchi xarakterda bo'ladi. Nutqiy mashqlar orqali aqlning o'sishini ta'minlaydi, o'qitishning ongli bo'lishini talab etadi. Ya'ni nutqiy mashqlar nima? Bu nutqiy jarayonda ularning nutqini shakllantirish, nutq jarayoniga ta'sir qilish, so'zlar orqali unga ta'sir ko'rsatish, so'zlarni tarkib qismlariga ajratib olish yoki bo'lmasa o'sha so'zlarni tahlil qilish, bu jarayonlar ularning nutqiy mashq jarayonlari hisoblanadi. Demak, bu metod tashkiliy tomondan ikki davrga ajratib olinadi. Bu metodni bundan oldingi darslarimizda o'sha alifbo davri haqida tanishgan edik. O'sha alifbo va alifbogacha tayyorgarlik davri. Bu metod asosan bu savod o'rgatish davri degandan keyin alifbogacha va alifbo davrlarida foydalanadigan asosiy metodlar. Demak, ikkita davri bu. Birinchisi alifbogacha tayyorlov davri va ikkinchisi alifbo davri deb bo'linadi. Ikkinchidan yozuvga o'rgatish, o'qishga o'rgatish bilan parallel holda olib boriladigan jarayonlardan bittasi hisoblanadi. Analitik sintetik tovush metodida bu bevosita tovush metodi psixolingvistik nuqtai nazardan, ya'ni psixolingvistika bu tilshunoslikning asosiy bitta bo'limlaridan bittasi hisoblanadi. Ya'ni lingvistika til bilan psixikaning o'sha inson psixologiyasining tutashgan nuqtasi deb nom beriladi va mana shu jarayonda ularni inson psixologiyasidagi o'sha tilning xususiyatlari yoki tildagi o'sha inson psixologiyasining o'rni deb qarashimiz mumkin. Birinchidan, savod o'rgatish bolalarning jonli nutqiga, ularning egallagan nutq malakasiga asoslanadi. Ikkinchidan, savod o'rgatishda tovush asos qilib olinadi. Unda tovushni ajratishga, analiz va sintez qilishga, tovushlar artikulyatsiyasiga, bolalardan fonematik eshitish rivojlantirishga katta ahamiyat beriladi. Ya'ni bu nima degani? Bunda asosan o'sha tovush asos qilib olingandan keyin analitik sintetik tovush metodining asosi bu tovush hisoblanadi. Tovush bilan ishlash hisoblanadi. Tovush ya'ni o'sha biz ifodalamoqchi bo'lgan nutqimizning asosi eng kichik mayda bo'lakka bo'linmay boradigan qismi bu tovush. O'sha tovushdan sekin-sekin ko'payish. Tovushlar bo'g'inlarga, bo'g'inlar esa so'zlarga, so'zlar esa birikma va gap holatiga kelishi, gaplar esa abzaslar esa matnni tashkil qilib beradi. Demak, biz o'quvchilar bilan esa buni tahlil qilib, o'sha tarkibiy qismlarga ajratib borish jarayonlari ustida ishlashimiz kerakligi aytib o'tilyapti. Bu esa o'sha o'quvchining fonematik eshitish qobiliyati, ya'ni fonema bu tovush hisoblanadi. O'sha fonematik deganda ularni eshitish, tovushni eshitish va tahlil qila olishi qay darajada ekanligi bilan tanishib chiqish nazarda tutilyapti. Demak, biz bo'g'in ustida ishlash katta ahamiyat beriladi. Biz o'quvchilarga endigina savod o'rgatish davriga kelgan vaqtda analitik sintetik tovush metodida ular bilan bo'g'in ustida ko'proq ish amalga oshiramiz. Birinchi navbatda o'sha bir bo'g'inli, ikki bo'g'inli so'zlar bilan ishlaymiz. Sekin-sekinlik bilan esa u soddadan murakkabga qarab boraveradi va ko'p bo'g'inli so'zlar bilan ham ishlash jarayoniga e'tibor qaratilaveradi. Metodning shakllanish va tashkil topish jarayonlariga bo'lgan tamoyillari quyidagilardan iborat. Bular ta'lim jarayonini tashkil etish nuqtai nazaridan savod o'rgatish jarayonida o'quvchilarga differensial va individual yondashuv nazarda tutilyapti, ya'ni bu jarayonlar. Ikkinchisi, o'qitishning istiqbolli nuqtai nazaridan grammatika, so'z yozilishi, imlo, leksikologiyaga oid bilimlarni nazariyasiz, amaliy asosda muntazam olib borilishi, o'quvchilar to'liqligicha o'sha amaliy jihatdan grammatikaga kirib bora olishi, o'zlari mustaqil bajara olishi, so'z yasalishida so'zlarning asos va uning yasalish qismlariga va ularni to'g'ri adabiy tildan va o'sha orfoepik qoidalarga amal qilgan holda ularni imlo jihatiga e'tibor berishi, har bitta so'zni o'rganayotganda
o'quvchilar bevosita uning leksikologiya, ya'ni so'zlarning ma'no xususiyatiga e'tibor qaratilishi kerak. So'zlarda asosan ikki xil ma'no bor edi. Demak, uchinchisi, psixolingvistik nuqtai nazardan tovush va harfni o'qitishning qulay usulini izlash. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, bolalarda endigina tug'ilgan chaqaloqlar tilga kirish jarayoniga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, bunda o'sha neyrolingvistika fanida kuzatishlari natijasida ko'rishimiz mumkinki, ularda birinchi e'tibor bersak, dada yoki